Mana o'sha eski Qur'on, yoshini bilmoqchi bo'luvdim shu Qur'onni. Mana judayam eski. Yoshini bilman. Mana buni Allohning mo'jizasini qaranglar. Allohning mo'jizasida bu mana arab harflarini chiqarib yegan mana qurtlar. Mana lam, mana vav, mana ba. Qurt yegan buni. Bu bilmayman-da nimaligini. Terimi, qog'ozi mana qattiq. Mana arab harflarini chiqarib yegan. Mana alif. Mana rosa ko'p mana mayda nimalari. Qurt yegan joylari. Mana yonganda bu Qur'on. Yongan qachondir yoqqanmi bilmayman, mana kuygan. Harflariga umuman yetib kelmagan lekin. Mana boshida, o'rtasida ham yo'q, oxirida ham oxirigacha yo'q mana. Kuygan joylar mana shu yerlargacha kuygan. Lekin harflariga umuman hech qanaqa zarar tegmagan. Mana shu Qur'onni yoshini nechidaligini bilmoqchi edim. Keyin mana bu orqasida turkiycha yozuvi ham bor-da, mana u nima bu turkiycha o'qishni men bilmayman. Arabcha o'qishni bilaman. Turkiycha yozuvi bor. Balkim shu yerda nechinchi yilligi, qachonligi yozilgandir, bilmadim. Mana shu Qur'onni yoshini bilmoqchi edimda, nechidaligini mana. Ko'rinishi judayam eski, bilmadim necha yoshda bu Qur'on mana yongan joylari.